Ishonchli reyslar bilan Ramazon oyida umra qilishni istaganlar uchun Umra jamiyatidagi Abdurahmon akam oldiga yetib kelganmiz. Bugun shu haqida ma'lumot beramiz. Abdurahmon aka ijtimoiy tarmoqlarda bugungi kunda umradan qayta olmayotganlar juda ko'p bo'lyapti. Buni sababi nimada va Ramazon oyida narxlar qanaqa, qulayliklar qanaqa bo'ladi umra jamiyatida? Avvalambor assalomu alaykum, hammalarga xush kelibsizlar. Xo'p, endi Ramazon oyida reyslarimiz biz o'zi oldingi videolarda aytib o'tganmiz, o'zi reyslarimiz 5 ta viloyatdan Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkent, Termiz viloyatlaridan qo'yganmiz. Reyslarimiz o'z vaqtida, o'z soatida uchib, obratkalari ham o'z vaqtida qaytib kelishyapti. Undan muammo bo'lmayapti. Xudo xolasa, bundan bag'aga ham bo'lmaydi. Hop, Ramazon oyida ishonchli haqiqatda umraga borishni niyat qilgan ziyoratchilarimiz, hojonalar, yurtdoshlarimiz, obunachilarimiz hammalariga taklif qilib qolamizki, o'z joylarini tezroq band qilishsin. Sababi hozirgi paytda mana o'zimizni ko'pchilik biladi, Ramazon oyida ko'pchilik o'sha yerda tutgisi keladi, o'sha Ramazonda borgisi keladi. Ana shunaqangi holatlarda oldini olish uchun reyslarimiz bor, lekin joylar soni cheklangan. Sababi ziyoratchilar soni yaxshi, xudoga chiqishyapti, bor. Endi Ramazon oyida qanaqa qulayliklar bo'ladi? Ramazon oyida o'zi nimalar bo'lyapti? Shuni haqida gaplashadigan bo'lsak, Ramazon oyida reyslarimiz o'z joy-joyida, ya'ni o'sha har aytgan viloyatlarimizdan Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkentda o'z vaqtida uchadi, to'g'ridan-to'g'ri reysda uchadi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri Madina Munavvara yoki Jidda shaharlariga tushadi. Endi ibodatlarimiz, mana e'tibor bersak, ibodatlarimiz birinchi Madina Munavvaradan boshlanadi. Ramazonda ham o'sha Madina Munavvaradan boshlaymiz ibodatni. 2 kecha 3 kunduz doimiy paketimizda qanday 2 kecha 3 kunduz Madina Munavvarada bo'lishadi. U yerda saharlik, iftorlik, haligi nima deydi? Ramazon ko'tarinki kayfiyatda beriladi-da. Haligi taomlari, lazzatli taomlar berilib, o'sha yerda bir ajoyib Ramazon shukuhini olishadi. U yerda borganlariga yarasha xursand bo'lib va yana qo'shimchasiga Ravza Sharifga kirib chiqib, ko'ngillari to'q bo'lib, u yerlarda o'zlari xohlaganday ibodatlarni qilib, yana qaytib Makka Mukarramaga kelishadi. Endi bitta narsani aytib o'tamiz. Ko'pchiligimiz bilishadi, bilmaganlar uchun ham aytib o'tish yaxshiroq, eslatma bo'ladi. Yilda Ramazon oyida Saudiya hukumat tomonidan o'sha oldingi videoda aytib o'tdik-ku, Makka ziyoratlari, Madina ziyoratlari, mana shular shirkat tomonidan 1 oyga vaqtinchalik yopiladi. Ya'ni ziyoratlar uchun avtobuslar berilmaydi va ziyoratlar amalga oshirilmaydi. Sababi nimaga? Ramazon oyida transportlar juda qatnovi ko'p bo'ladi. Deylik, yengil mashinalar qatnovi alohida, avtobuslar qatnovi alohida qilib belgilab tizib qo'yiladi. Mana shunaqa tirbandlik hisobiga yanada ziyoratlar uchun avtobus qo'shib bersangiz, yana tirbandlik ziyoda bo'lib ketib qoladi deb, o'sha nima deydi? O'zimiz probka deyiladi, o'sha tirbandlikni oldini olish maqsadida 1 oyga ziyoratlarga shirkat tomonidan avtobus berilmaydi. Mana shuni eslatib o'tishimiz kerak. Ko'pchilik bilishadi, lekin eslatib o'tgan yaxshiroq. Ana shunday hisobga ziyoratlarimiz yo'q, lekin Ravza Sharifimiz bor. Makka Mukarramaga kelishganda mehmonxonamiz tayyor kutib oladi. Mehmonxona xodimlari ko'tarinki kayfiyatda sizlarni kutib olib, u yerda iftorlik, saharliklarda, hatto biz o'sha oldingi videolarimizda aytib o'tgandikki, Makka Mukarramaga borishganda rojihinda ziyofat beramiz degandik. Biz shu narsani uyushtiryapmizki, Makka Mukarramaga borilganda rojihinda iftorlik qilish imkonlari ham bor. Ya'ni og'iz ochishlarini, iftorliklarini o'sha rojihin masjidining oldida chiroyli manzara bilan bir nima deydi, odam tanasiga ham, ruhiga ham ozgina dam berib, o'sha yerda iftorlik qilish imkoniyatlari bo'ladi. Mana shu narsalarni uyushtirib qo'yganmiz. Bemalol bundan nima qilishlari mumkin. Makka Mukarramadan o'sha malakali ellikboshi umra amallarini ado qildirib, chiroyli tarzda ularni ibodatlarini ko'ngilli qildirib qo'yishadi, xudo xolasa. Va umra jamiyatida eng urg'u berilgani malakali ellikboshlar. Albatta. Bizda o'zi har bir odam o'zining ishini qilaman desa, o'zining ishiga bir astoydil kirishadi. Biz ham o'zimiz ishiga o'zi astoydil kirishamiz. Endi o'sha ishimizni ichida yana ham bir e'tibor beradigan tomonimiz, bir nechta tomonlari bor. Bu asosiysi, o'tgan gal aytib o'tganmiz. Bu biletlarimizga qattiqroq qaraymiz, ya'ni borish va qaytish biletlariga e'tiborli bo'linadi. Bu bizning ishimizdagi birinchi o'rindagi masala.
Ikkinchisi bu o'sha malakali ellikboshi. Nimaga? Endi biletimiz bor bo'lgandan keyin, bordi keldi bilet bo'lgandan keyin endi ziyoratchilarni o'sha yerda o'sha xohlaganlarini yoki ular bilmaganlarini tushuntirish uchun malakali ellikboshi kerak bo'ladi. Ya'ni Har bir jarayon. albatta, chunki ular 5-6 yildan beri o'sha yerda xizmat qilib, tillarni yaxshi bilishadi, pasbanantini yaxshi bilishadi, o'sha ziyoratchiga nima kerak, hammasini bilishadi. O'sha hisobiga malakali ellikboshi qo'yamiz. Ertaga endi tajribasi kamroq ellikboshi qo'ysak-ku, bu endi hech nimani bilmagan ziyoratchi, obunachi, yurtdoshlarimiz bor ekandan keyin ularga to'liqroq ma'lumot berishmasa, bu endi xijolatchilik bo'lib qoladi. Ana shuni hisobiga o'sha yaxshi aytib o'tdingiz, bizdagi o'sha umra jamiyatidagi asosiy e'tibor beradigan jihatlardan bir ikkitasi shu. Lekin o'zi ishimizga jiddiyroq qaraymiz. Ularning ichidan ham asosiy e'tibor beradigan shu avvalambor biletlarimiz, borda keldi biletlarimiz va malakali ellikboshi va Ravza-i Sharif. Mana shu narsaga qattiq qaraymiz. Nimaga? Har bir ziyoratchi borgandan keyin, Madina Munavvaraga borgandan keyin Payg'ambar alayhisolamning ravzaga kirishga oshiqadi, intiladi. Ana shuni hisobiga Ravza-i Sharifga kirish imkoniyatlari bor. Tushunarli. Endi narxlar ozgina qimillab qoldi. Ramazon munosabati bilan baribir narxni aytib o'tib ketishimiz kerak. Albatta. Jamoa bo'ladiganlar uchun qanaqa bonuslarimiz bor? Qarang, Ramazon oyida narxlarimiz $1100 ga ko'tarildi. Nimaga unaqa bo'ladi? Sababi deylik siz har bir narsani o'zini sezon payti deydi. Misol uchun Makka mukarramada ham, Madina Munavvarada ham mehmonxonalarda yillik olib boriladi. Ramazon oyida olinayotgan mehmonxona bilan Ramazondan oldin olinayotgan mehmonxonani o'rtadagi narxida tafovuti bor. Mana shuni hisobiga narxlarimizda ozgina qo'shilish bo'ladi. Ya'ni Ramazon oyida ozgina qimmatroq beriladi. Deylik o'sha mehmonxonalar, deylik ovqatlar. Butun musulmonlar borishga oshiqadigan manzil. Shuni hisobiga ham qimmatlashishi mumkin. O'shanaqa, o'shani hisobiga haligi nima deydi, bir narxlarimiz ozgina qimmatroq bo'ladi. Endi o'sha olayotgan mehmonxonalarimiz Ramazondan oldin olayotgan narximizga solishtirsa ozgina qimmatroq bo'ladi, lekin biz mana bizning videoyimizni oldindan ko'rib yurgan ziyoratchilarimiz, obunachilarimiz bilishadiki, deylik hozir mana Ramazon narxini $1100 ga nima qildik, olib chiqdik, sababi o'sha paketlarda hisobi bilan. Lekin qarang, oldingi video, Ramazondan oldingi videomizni ko'rayotganlar o'zi $1100 aytardik. To'g'ri. Ramazon oyidan imkon qadar nimaga maqsad o'sha yurtdoshlarimizga, bizni ko'rib turayotgan obunachilarga, ziyoratchilarga qiyinchilik bo'lmasin. O'sha imkon qadar o'sha qo'limizdan kelgancha narxlarning tafovutini ushlashga harakat qilyapmiz. Endi o'sha ziyoratlar hammasi to'liq bo'lgandan keyin, o'sha 14 kun mobaynida o'sha hamma narsa bo'lib o'tgandan keyin qaytishlarida aeroportda ellikboshi har bir ziyoratchi bilan gaplashib, ularga 5 litrdan o'sha firma tomonidan beriladi, zamzam suvini berib, ularni yurtimizga jo'natishadi. Tushunarli. Xo'p, Abdurahmon aka, qaysi kunlarga, yaqin kunlarda, qaysi kunlarda qayerlardan uchish reyslarimiz bor? Mana hozirgi kunda deylik, bugun 17 fevral bo'lsa, xo'p, 20 fevralga ham Toshkent Madinamiz bor. 22 fevralga Farg'ona Jidda reyslarimiz bor. 21 fevralga Andijon Madina reyslarimiz bor. Oyda oxirgi reyslar bor. Mart oyiga ham reyslarimiz bor. Reyslardan muammo yo'q, xudo xolasa. Faqat o'shalik boshda aytib o'tganimizdek, o'z joylari, albatta, soni cheklangan. O'z joylarini tezroq band qilib qo'yishlarini. Buning uchun ekranda raqamlar qoldirganmiz, qadrli tomoshabinlar. Bemalol aloqaga chiqqan holatda 7/24 soat xizmatingizda, qaysi davlatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Telegram, WhatsAppdan aloqaga chiqaverasiz. Bemalol xizmatingizni ota-onangizga jo'natadigan bo'lsangiz, xizmatlarni qilib berishadi. Qadrli tomoshabinlar, siz kim bilan bormoqchisiz, borganmisiz yo bormaganmisiz? Kimlarni jo'natmoqchisiz umraga? Izohlarda fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring, like bosib bizni qo'llab-quvvatlab turing.